Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolisi bugun sizlar bilan 3ds Max dasturini ko'rib chiqamiz. Kirish qism va kirganda qanaqa xususiyatlari bor, nima uchun ishlatiladi, qanaqa funksiyalar mavjud, render qilish qanaqa qilinadi, line, rectangle, shunga o'xshagan funksiyalar qanaqa chiziladi, magnit yoqish, o'chirish, render sozlamalarni qanaqa nastroyka qilinadi. Batafsil xudo xolisi tushuntirib o'tib ketaman. Video oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolisi ma'lumot olasizlar, xudo xolisi. Hop, kirishimiz bilan mana bunaqa oyna chiqadi. Bu 2024-yil mendagi 3D Max. Bu o'zini reklamasi. Buni X bosib yuborasizlar. X bosgandan keyin mana bunaqa 4 ta oyna chiqadi. Mana bu kubikka olib borib turib, mishkani o'ng tomonini bosib, configure ga o'tasizlar. Configure ga o'tgandan keyin layout bo'limi bor. Layout bo'limida mana bunaqa o'zingizga xohlagan tarzda to'g'irlab olsanglar bo'ladi. Misol uchun, bir yoq tomonda renderni ko'rishim kerak, bir yoq tomonda kamerani ko'rishim kerak desanglar, shunaqa qilib to'g'irlab olsanglar ham bo'ladi, xudo xolis. Biz ikkitalik qilamiz, OK qilamiz. Mana ikkita bo'ldi mana bu yog'i. Bir yog'ida kamerada ishlasak bo'ladi, bir yog'ida o'sha ishlayotgan kameramizni bu yoqqa qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, Alt bilan W ni bossanglar, bitta rakursga o'tadi, xudo xolis. Alt W bosasizlar. Bo'ldi, o'tdi. Kirishimiz bilan o'ng tomonda mana bunaqa bo'lim bor. Box, cone, sphere, mana shu bo'lim bor. Silindr chizsanglar bo'ladi, ark chizsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana ikkinchi qatorimizda asosiy bizga kerakliklari ikkinchi qator joylashgan. Bu funksiyalarni Ctrl bilan mishkani o'ng tomonini bosib ishlatsanglar ham bo'ladi. Shu qulay variant. Mishkani olib borib qidirib o'tirmaysizlar. Endi u ishlayversanglar o'zi qo'lingizga kelishib ketib, sekin-sekin o'zi bo'lib ketaveradigan narsalar. Ctrl bilan mishkani o'ng tomonini bitta bosasizlar. Bu yerda mana bo'limlarimiz. Rectangle, circle, line, plane, box hammasi bor, xudo xolis. Bizni hozir kichkinagina xonani chizib sizlarga ko'rsatib beraman. Rectangle olamiz. Chizib olamiz. Mishkani chap tomonini bosib turib chizasizlar. Bosib qo'yib ne chizmayapti demaysizlar. Bosib tursanglar o'zi chizadi. W ni bossak, bizga X, Y, Z yo'nalishi bo'yicha mana shu funksiya yonadi. Select and move. Move funksiyasi. W ni bossanglar move funksiyasi yoqiladi. S bossak magnit yoqiladi. Magnit nimaga kerak bizga? Magnit bizga ikkita obyektni birlashtirish uchun sentrga qo'ymoqchi bo'lsak, magnit yoqib, mana bu yerga ko'rasizlar, bu ushlamayapti. Ushlamasligining sababi magnitimiz o'chiq. Agar S knopkasini bossak, mana magnit yonadi mana. Buni 2 barobar ko'paytirsak ham mana bir-biriga yopishtirishimiz kerak. Bir-biriga yopishtirish uchun mana ko'rasizlar, bo'lmayapti. Biz S knopkani bosib bir-biriga bunday olib kelsak, mana yopishdi. 100% ishinglar sifatli bo'lish uchun har doim magnit bilan ishlaysizlar. Taxminan qilsanglar, mana taxminan qilaman. Taxminan mana shu yerda. Yaqinlashtirsam mana o'ynab ketib qo'yaman. Magnit bilan qilsam 100% mana birlashadi. Shuning uchun magnit kerak bo'ladi. G ni bossanglar setka yonadi, setka o'chadi. Setka nimaga kerak? Setka misol uchun 10 sm narsa chizmoqchi bo'lsam, mana shu setka orqali chizib olsam bo'ladi. Mana men setkani 10 ga 10 qilib qo'yganman. 10 sm mana u yerini chizib olsam bo'ladi mana. Bitta setka chizdim 10 sm. Ichiga kirsanglar 1 sm bo'lib qoladi bu setka. Mana 1 sm bo'lib qoladi. Shunaqa funksiyalari mavjud 3D Max'da. Asosan interior, exterior uchun ishlatiladi. 3ds Max model uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Interior chizish model chizishdan ko'ra osonroq. Ba'zi bir modellarga qaraganda endi ishlash jarayonida o'zingizlar sekin-sekin ko'rib, o'rganib ketaversanglar bo'ladi. Xo'p, bizning mana bu razmerimiz mavjud. Mana rectangle chizdik. O'sha mana shu o'ng tomonda razmeri o'zimiz kerakligini belgilab olsak bo'ladi. Misol uchun xonamiz to'rga 400 belgilayapman. Sababi santimetrda hisoblaydigan funksiyasini yoqib qo'yganman. 400. Bu yoqda 300 qilaylik. 3 metrga 4 metr xona bo'ldi. Biza buni millimetrga o'tkazsak ham bo'ladi. Biza customize bo'limiga o'tib bemalol millimetrga, santimetrga, metrga hammasiga o'tkazib olsak bo'ladi. Mana customize ga o'tamiz. Customize ga o'tsak unit setup degan bo'lim bor. Shuni bossak mana. Menda santimetr turibdi. Mana bu yoqda santimetr.
Mana buni millimetr, metr, kilometr qilsanglar ham bo'ladi. Mana buni millimetrga o'tkazsak, misol tariqasida mana millimetrga o'tdi, 4000 millimetr. AutoCADda asosan millimetrda ishlanadi. Agar menga millimetr qulay desanglar, bemalol mana shu funksiya orqali millimetrga o'tkazsanglar bo'ladi. Customize Unity Setupga o'tamiz. Menga santimetr qulay bo'lgani uchun santimetrda ishlayman. OK bosamiz. Bo'ldi. Xonamizni devor qismini qalinligini berishimiz kerak. Uning uchun biza edit spline degan komanda bor. Mana bu yerdan yozsak bo'ladi. Edit spline mana. Edit spline bu 3 xil funksiyasi mavjud. Birinchisi, birni bossanglar, qirrani o'zini oladi. Ikkini bossanglar, devorni o'zini oladi mana. 3 bossanglar, hammasini oladi. Biz hozir 3 bosamiz. Devorni belgilaymiz. Mana outline funksiyasi mavjud. Outline ni bosib 30 qilib olamiz. Devorimizni qalinligini beryapmiz santimetrda. 30 santimetr. Ketdi mana. Ichkariga berib olsa, Ctrl Z qilamiz. Minus 30 qilsak, tashqariga beradi. Bu 30 plyusga ishlaydi, minus 30 orqaga ishlaydi. Mana minus 30 qildik, tashqi tomonga chiqdi. Yana 3 bosamiz. U funksiya o'chadi mana. Bu yoqdan bossanglar ham bo'ladi, klaviatura orqali bossanglar bo'ladi. 1ni bosdim, 2ni bosdim, 3ni bosdim. Mana. Funksiya ishlaydi, xudo xolisi. Bizda mana ko'rinishi setkani o'chirish G harfi bilan. G ni bosamiz, setka o'chadi. Extrude bo'limi bor mana bu yerda. Buni mampdan qidirsak ham bo'ladi, o'zini funksiyasidan. Extrude. Bitta bossak mana. Extrude chiqadi. Buni o'zimiz kerakli balandlikda qilib olsak bo'ladi. Misol uchun bu xonani bo'yi 250 cm. F3 bossanglar mana bunaqa ko'rinishga keladi. F3 bosasizlar, F3 yana bitta bossanglar mana shunaqa ko'rinishga keladi. F4 bossanglar qirralari ko'rinadigan, ko'rinmaydigan bo'ladi. F4 bosaman mana. Chizig'imiz, line'imiz ko'rinyapti. F4 bosaman, line ko'rinmayapti. Faqat ranglarning o'zi ko'rinyapti. F4 bosib, mashinani ishlasanglar qulayroq. Sababi qirralari, mana bunaqa bo'lingan joylari F4 bosib, mana shu funksiyani o'chirib qo'ysanglar, yaxshiroq ishlaysizlar. Topdan qarash uchun T ni bosaman. Mana obyektim ko'rinmayapti. Obyektimni topib olish uchun Z ni bosaman. Z degani bu zoom degani. Zoom. O'sha biz belgilagan obyektni tanlab turib, Z ni bossanglar zoom bo'ladi va o'sha tanlaganimizni oldiga avtomatik tarzda o'tadi. Misol uchun mana men buni shift bosib, bu yoqqa o'tqizaman, copy qiladi. Shift bosib o'tqizsam copy qiladi. Instance bor, copy bor. Instance qilsanglar, instance qilganingizda kopiya qilgan obyektinglarda nima o'zgarish bo'lsa, kopiya qilib bo'lgan obyektinglarda o'zgarib boraveradi. Misol uchun buni materialni o'zgartirsak, kopiya qilganinglarni materiali ham bir xil o'zgaradi. Chunki instance qo'yamiz buni. Copy qilsanglar o'zgarmaydi, instance qilsanglar birgalikda kalibratsiya orqali ishlaydi. Shunaqa. Shuning uchun bizga hozir copy qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Copy. Biz zoom dedik mana. Bunda turibman. Mana belgilamaganman. U yoqni belgilab qo'yganman. Z ni bosaman, avtomatik o'zi o'tib ketadi. Z mana. Bunga qo'taman, buni belgilayman. Z ni bosaman, avtomatik bu yoqqa o'tib ketadi. Z funksiyasi zoom funksiyasi hisoblanadi. Buni instance qilamiz endi. Instance qilaman. Instance. OK. Buni endi bunga edit poly beramiz. Misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Cook slice degan bo'lim bor. Cook slice yoqsanglar devor chizib beradi. Mana F3 bosamiz. Mana instance qilganmiz chap tomondagini. Mana instance qilganimiz bu bilan baravar ishlayapti mana. Buni cook slice qilaman. Mana bunda ham paydo bo'ldi. Bu yoqdan ham beraman. Mana bunda ham paydo bo'ldi. Instance bilan copy ni farqi mana shu. Mana bu yoq o'ng tomonni copy qilingan, chap tomonni instance qilingan. O'shani hisobiga mana farqi. Buni qizaman mana bu yoqda ham chizilyapti. Buni ham chizaman, bu yoqda ham chizilyapti mana. Instance shuning uchun kerak bo'ladi. Misol uchun stulchini copy qilsanglar, bu stulchini rangini o'zgartirsam, uniki ham o'zgarsin desanglar, instance qo'yasizlar. Agar bu stulchini copy qilib olaman,
buni rangi o'zgarmasin desanglar, copy qilib bemalol olsanglar bo'ladi. Qaranglar, instance qilgandan keyin misol obyektsiz bo'lasizlar, Ctrl Z qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Instance qilganinglarni instancedan chiqarib olsanglar bo'ladi. Copy qilgandek qilib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun mana shu funksiya bo'ldi, instancedan chiqdi. Mana buni misol tariqasida yana bitta chizaman. Cook slides olamiz. Chizamiz. Bo'ldi. Bu yoqda uje chizilmayapti chap tomonda. Sababi biza instancedan shu turgan holida instancedan chiqarib oldik. Bo'ldi. Bu ham bir ish jarayoningizda kerak bo'ladigan funksiya hisoblanadi. Ctrl Z qilsanglar orqaga qaytadi, Ctrl Y qilsanglar oldiga qaytadi mana. Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Y degani Y harfi o'zbekchada. Bo'ldi. Ctrl Z qilamiz. Qaranglar, frontdan qarash uchun F klaviaturadagi F harfini bosasizlar. Frontdan qaraydi. Z ni bosamiz. Zoom. Biza eshikni balandligini bilib olishimiz kerak. Biza endi buni edit polyga o'tkazib olishimiz kerak. Uning uchun biza bu yoqqa edit poly deb yozsak ham bo'ladi. Klaviaturani Ctrl ni bosib turib, mishkani o'ng tomonni bosasizlar, mana bu boyagi bo'lim chiqadi. O'sha yerdan convert to poly ga o'tkazsanglar, mana pastiga barchasi o'chib ketadi, faqat convert to poly qoladi. Biza Cook Slides olamiz. S ni bosamiz, S ni bosish magnit, bosamiz, centerdan bu yoqqa ham o'tkazamiz. 2 ni bosamiz. Mana bu yoqda ham 5 ta bo'lim mavjud. 1 ni bossak, bitta chiziqqa o'zi, 2 ni bossak, mana devordagi chiziqqa o'zi. Bizga 3 ko'pincha kerak bo'lmaydi. O'shani hisobiga 4 ni bossak, mana shu chiziq bilan belgilagan joylarni o'zini belgilab beradi. Misol uchun mana devorning ichini alohida olib olishim kerak men uchun. Nima sababdan rang bermoqchiman. O'shaning uchun devorning ichini o'zini alohida olib olishim kerak mana. Bunday qilasizlar. Bo'ldi. Biza bu yerda detach degan bo'limimiz bor. Detachni bossak, alohida qilib olib beradi mana. Detachni bosamiz. Okay. Bo'ldi. To'g'ri, yana bitta bosamiz, u funksiya o'chadi mana. Ichini o'zi alohida bo'lib qoldi mana. Ajratib oldik buni. Yana to'g'ri bosamiz, Ctrl Z qilsak orqaga qaytadi. Bo'ldi. To'g'ri bosdik. 5 ni bossak hammasini belgilaydi. Mana. Barchasini belgilaydi. Agar buni copy qilib turib, bunga attach funksiyasi bor, attach funksiyasi. Bu instance bo'ldi. Mana instancedan chiqarib olish uchun mana shu funksiyani boyigina ishlatamiz. Attach funksiyasi birlashtirib beradi. Mana attach bosamiz, birlashtirdi. 5 ni bosamiz. Lekin biza billa chizilmagani uchun, alohida bo'lgani uchun mana alohida olib beryapti. 5 ni bosganinglarda mana shu funksiya, element funksiyasi. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytamiz. Bo'ldi. 2 ni bosamiz. Chiziqni belgilaymiz. Cook Slidesda kesib bo'lgandan keyin bitta chiziq belgilanyapti. Buni bitta-bitta qilib o'tirsak ham bo'ladi, lekin tezroq bo'lish uchun ustiga 2 marta bosamiz. Mana barchasini belgilab beradi. Ctrl ni bosamiz. Ctrl ni bosmasangiz yana boshqatdan olib qoladi. Ctrl ni bosib, yana 2 marta bosamiz. Bo'ldi mana. Frontdan F bosamiz, Z bosamiz. F, Z bo'lsa, front, Z, zoom. Bo'ldi. Pastga olib tushamiz. S bos magnitni tepaga 210 cm deb yozamiz. Pastga yoziladi mana shu joyga. X bo'ylab, Y bo'ylab, Z bo'ylab. Frontdan qaraganda tepaga Y bo'ylab chizasizlar. Agar perspektiva qarasanglar, tepaga Z bo'ylab chiziladi. 210 ketdi. Enter bosamiz. Mana 210 cm tepaga chiqdi. Endi bizaga eshikni joyini olib olishimiz kerak. Yana Cook Slides olamiz. O'rtadan bosamiz. Cook Slides har doim magnit bilan ishlanadi. Sababi ikki xil qilishi mumkin chiziqlarni. Mana misol tariqasida aytaman. Cook Slides oldim. Magnit yo'q-ku. S bosam magnitni o'chiraman. Mana taxminan qilsam mana bunaqa o'ynab ketib qoladi. Mana qish ushib qoladi. Keyinroq belgilasanglar mana qish. Shuning uchun magnit bilan ishlaganinglar ancha yaxshi. Biza qaranglar. Orqa tomonni kerak bo'lmaydi. Boya aytib o'tgan Ctrl bilan backspace bo'limini bosib olsanglar, xudo xolisa bo'ladi. Bo'ldi. 2 ni bosamiz, buni belgilaymiz. Frontdan qarab,
devordan bizni 50 sm qochiramiz. 50 qochiramiz. Bo'ldi, 2 ni bosamiz. Funksiya o'chadi. Cook slice'da yana bitta chizib olamiz. Yana 2 ni bosamiz. Frontdan qarab devorgacha olib boramiz. Devordan bu yog'iga eshigimizni 90 sm qilib olamiz. Bo'ldi. Endi boyiga orqa tomonlikni Ctrl bilan backspace ni bitta bossak o'chadi. Mana shu holatda bo'ldi eshigimiz joyi. To'rni bosamiz. Buni tanlaymiz. Buni tanlaymiz. Bridge degan funksiyani mana plus tomoni. Bridge funksiyasi o'ng tomonda tepada mana shu qismda turadi. Extrude bevel bridge outline inset flip. Mana shu bo'limlarni oldida bridge bo'limini bosasizlar. Bitta bossak mana ikkita obyektni birlashtirib beradi. Misol tariqasida ko'rsataman mana. Pastini o'chirib yuboraman. Buni ham o'chirib yuboraman. Mana orasi bo'sh bo'lib qoldi, ko'rdinglar. Bum bilan buni belgilaymanda 2 ni bosib turib, bu yoqda biz bridge bosamiz mana. Bridge bosganimizda birlashtirib beradi, ikkita tomonni birlashtirib beradi. Misol tariqasida pastini olsak bo'ladi. Pastini tanlab turib, bridge qilsak mana. Pastni birga qilib beradi. Tepani bosib turib, uning uchun biz buni o'chirib olishimiz kerak. 2 ni bosib, bum bilan pastni belgilasak, bridge qilsak mana birga qilib beradi, xudo xolisa. Mana shu qilib ishlatsanglar ham bo'ladi mana bridge. Bo'ldi. Devorimiz xuddi bir bor holatdek bo'lib qoldi. Shunaqa qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Asosan bridge bilan ishlasanglar, xudo xolisa, obyektivlar tez va sifatli bitishiga ta'minlab beradi. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytaramiz mana. Eshik ochib oldik, xudo xolisa. Endi bizda material bo'limi bor. Material bo'limida M ni bosamiz, material bo'limi ochiladi. M ni bosganimizda mana. Bu yerda mana shunaqa ko'rinadi materiallar. Biz ham F10 ni bossak ham bo'ladi. Bu yoqdan mana shu choynakni yonidagi nastroykani bossak ham bo'ladi. Mana bu chaqmoq, choynak chaqmoq sodda qilib aytganda choynak chaqmoq bu render hisoblanadi. Choynak bilan kuluvchi rasmi bu renderni tiniq holatga va render qilish jarayonigacha sozlamalardan iborat mana shu funksiya. Bosamiz. Bizni Arnolddan Coronaga o'tkazib qo'yamiz. Agar Vray da ishlasanglar, Vrayga o'tkazasizlar, Corona da ishlasanglar, Coronaga o'tkazasizlar. Coronaga o'tkazamiz, materiallarimiz ham avtomatik o'zgaradi. Sababi Corona material hisoblanadi bu o'ng tomondagi materiallar. Bo'ldi. Bu yoqdan biz bunga o'tkazdik. Materiallar bersak bo'ladi mana. O'zimizga kerakli materiallar o'ng tomonda joylashgan. Buni bosamiz, pixel material Corona deb yozsanglar, o'zini materiallari mavjud. Corona Light MTL bor. Corona Light MTL bu chiroq. Corona Light MTL qilsak mana bu chiroq vazifasini bajaradi. Light Mix desak ham bo'ladi. Light Mix funksiyasi ham mavjud bunda. Light Mix funksiyasi lustr qo'yganinglarda yoki oshxonaga podsvetka bersanglar yoki ubuxonaga podsvetka bersanglar, mebelni tegidan chiqadigan chiroqlari ko'rsatib berish uchun Light Mix ishlatiladi. Corona Legacy MTL bosamiz, OK bosamiz. Buni rangini o'zgartirsak bo'ladi bemalol. Mana qora rang, pushti rang, o'zimizga kerakli xonaning rangini belgilab olsak bo'ladi. OK bosamiz. Biz bu yerda oyna singari ko'rsatib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bundoq yoniga chiqarib olsanglar ham bo'ladi. Ustiga 2 marta bossanglar, mana shu ishlayotgan materialimiz chiqadi. Buni fraction bo'limida o'zingizga kerakli miqdorni belgilab bemalol ishlasanglar bo'ladi mana. Mana shu tarzda bo'ladi. Bu yerda bo'limlar ko'p. O'zingizga kerakli rasmlarni olib kirsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Ani xonalarda ko'rsanglar, interyerlarda o'zini rasmini yoki mashinasini rasmini mana shuni qo'yib qo'yadi. Mana shu material orqali o'sha rasmlar olib kiriladi, xudo xolisa. Level reflectionda level bo'limi bor. Buni bizga glance view qilib beradi. Mana ko'rasizlar, shisha qilib berdi, usti laklangan qilib berdi. Pastidini kamaytirsanglar, bu bizga plasmassa qilib berdi, ko'rasizlar. Plasmassa bo'ldi mana shu holati.
Xuddi shunaqa materialli sozlamalari ko'p. Mana misol tariqasida men rangga ustiga bosaman. Bitmap bo'limi bor. Bitmap bo'limidan рабочий stolga o'tib, o'zimga kerakli rasmni tanlab olaman. Misol tariqasida mana o'zim qilgan hammomni dizaynini render rasmi bor. Mana shu rasmni devorga tushirib olaman. Mana o'sha boyga qizildan asar ham yo'q. Biza tashlagan rasm mana shu dumaloq bo'lgani uchun kurgovoy ko'rsatadi bu. Biza misol tariqasida plane chizamiz frontdan qarab. Plane chizgandan keyin M bosamiz. M bosib mana bu funksiya sizlarni obyektivlarga materialni tushirib beradi. Mana shu funksiyani bitta bosamiz, mana tushdi bu. Buni uMapping degani bor. uMap bo'limi bor. uMap bossanglar, bu rasmni katta qilasizlarmi, kichkina qilasizlarmi, bemalol ishlatib tursanglar bo'ladi mana. Kichraytirsanglar, yoniga qator bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Bu bir misol edi. Internet chizayotganda pol chiziladi, patolog chiziladi. Pol chizish uchun biz plane ni ishlatsak bo'ladi. Plane chizganinglarda mana bunaqa katelar turadi. Bu katelar nimaga kerak bo'ladi? Misol uchun bitta kartinka chizmoqchisizlar, kartinkani ikkiga bo'lmoqchisizlar yoki to'rtga bo'lmoqchisizlar, plane chizib olasizlar. Mana o'zingizga kerakli tomonni belgilab olsanglar bo'ladi mana. Ko'paytirib tashaverasizlar buni. Target pol chizsanglar bo'ladi. O'sha paytlarda kerak bo'ladi sizlarga mana. Tepaga, pastga. Shu tartibda ishlaydi. Buni 0 0 qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. 0 0 qilsak, pol qilib olsak bo'ladi bunga. Mana. Buni shift bilan bossak tepaga patolog bo'ldi. Bizda qaranglar, yo'q qilib qo'yadigan funksiya bor. Bor obyektni bu yoqqa karzinaga olib turadi. Karzinadan yana qaytarib olasizlar. Misol tariqasida kompyuterda karzinaga tushadi, karzinadan bu yoqqa qaytarib olsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa mishkani o'ng tomonni bossanglar, hide selection degan funksiya bor. Hide selectionni bossanglar, mana yo'q bo'ladi. Buni mishkani o'ng tomonni bosib, unhide all funksiyasini bossanglar, barchasi yana paydo bo'ladi. Mana. Misol uchun, mana shu bilan pastni bosaman, hide selection qilaman. Mana. Men kerak emas, chunki mebel joylashtirmoqchiman, patolog kerak emas hozircha. Shu funksiyani yoqib qo'ysam bo'ladi. Unhide all qilaman, siz bo'lgandan keyin bo'ldi mana. Paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi, xudo xolisa. 3ds Max Coronani o'zini materiallari mavjud. Mana bizga kerakli Carpaints, Carpets, Ceramic Tiles, Ceramics barchasi mavjud, xudo xolisa. Agar masjidning o'zi yetadi, bor narsani chizib olman, masjidda bori hayotda ham bor desanglar, masjiddan bemalol tanlab ko'rib ishlatsanglar bo'ladi. Ceramic Tiles misol uchun kafel mana. Kafelni bosib turaman, men buni ustiga tashlayman. Buni tanlayman, uMap beraman. UV uMap beraman, box qilaman, real qilaman. Real qilsanglar, Coronani o'zidan olgan materiallarni real qilsanglar, real hayotda qanaqa ko'rinsa, xuddi shunaqa o'sha olgan materiallarni dasturda ko'rsatib beradi. Misol uchun bu kafelimiz mana 30 ga 60 kafel ekan. Mana 1 ga 1 qilib mana 30 ga 60 kafel qilib berdi mana. Xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Bundiga materialga olib o'zgartiraman, glansviy bo'lsin yoki matviyroq bo'lsin desanglar, mana bu pipitka bor. Pipitkani bitta bosasizlar, ustiga bitta bossanglar, mana shu materialni bizga olib beradi. Buni o'zingizlar xohlagancha ishlatsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarga kerak bo'lgan funksiyalarni yoqib bemalol, mana buni bir qilsak, mana glansviyligi yo'q oldi. Xuddi shunaqa sozlamalardan o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Render qanaqa qilinadi? O'sha haqida ma'lumot berib ketaman. Common bo'limi bor. Common bo'limi bizga nima vazifa bajaradi? Common bo'limi bizga kameralarni sozlashda yordam beradi. Asosan Shift F bossanglar, mana bu qora bor-ku, mana shu qora kamerani olib beradigan rakursi hisoblanadi. Buni kattaytirsam, kichraytirsam ham bo'ladi. Biz bu yerdan HDTV turibdi. HDTV buni biz customga o'tkazsak, mana o'zimiz
o'zgartirib ishlatsak bo'ladi. Shorts formatda yoki YouTube formatda mana shunaqa qilib ishlatsak bo'ladi. Vertikal, gorizontal o'zimizga to'g'rilab ishlatsak bo'ladi. Bu qancha katta bo'lgan sari renderinglarning sifati shuncha oshib boraveradi. Uzoqdagi piksellarni ko'paytirib boraveradi. Mana custom bo'limidan mana bu yerda funksiyalar juda ko'p. 35 mana shunaqa funksiyalar ko'p. O'zingizga kerakligini bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Customga o'tkazamiz. Bizaga 2000 ga 2000 bo'lsa, renderimiz 2000 bo'lsa, biza kamera qo'yishimiz kerak render qilish uchun. Kamerasiz ham qilsanglar bo'ladi. Kamera qilsanglar, o'zingizlar tanlagan rakurs doim saqlanib qoladi. Doim saqlanib qoladi. Mana bitta kamerani bosamiz. Biza bu yoqdan yoqib qo'yamiz. Bosdik. Biza frontdan qaraymiz. Biza kamerani necha santimetr tepaga qilmoqchimiz. Odamni bo'yidan hisoblasanglar, o'rtacha 1.65 qilsak bo'ladi. 165 yozamiz. Mana 165 santimetr tepada joylashtirib berdi. Bosamiz, ekstrerdan olamiz. S bosib o'rtaga joylashtirib olamiz. Altni bossanglar belgilagan narsalarni o'chirib beradi. Mana. Ruscha S klaviaturadagi o'sha harfni bosasizlar. Bosdik, mana xuddi shu rakursdan olib berdi. Biza tanlagan rakursdan to'pdan qarab turib, o'zingizga kerakli orqasi ko'rinsinmi yoki devor o'zi ko'rinsinmi, o'zingizga kerakli joyi belgilab olsanglar bo'ladi. Misol uchun mana shuni belgilab, S ni bosaman. Bo'ldi. Mana shu rakursdan olib beradi. Shift F bossam, bu olib beradigan rakurs emas. Shift F bossam mana chetni qoraydi, olib beradigan rakursiga o'tdi. Bu rakursni mana boygi bo'limdan o'zgartirsam bo'ladi. Mana. Mana o'zimga kerakli formatni to'g'rilab olsam bo'ladi. Biza 2000 qildik. Bo'ldi. Xuddi shu tartibda ishlasanglar bo'ladi. Bizda light mix bo'limi bor. Light mix chirog'imiz mana. O'zimiz kerakli. Misol uchun biza buni lustrani ichiga qo'ymoqchimiz. Lustrani ichiga mana razmerimiz bor. 10 tomonni 22 radius bo'lsin deymiz, 22 radius qilib qo'yamiz. 15 radius bo'lsin deymiz, 15 qilib qo'yamiz. Xuddi shunaqa ishlatib turasizlar. Buni shu turgan holatda o'zgartirsanglar bo'ladi. Rectangle ga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Disk qilib qo'ysanglar bo'ladi. Silindr qilsanglar bo'ladi mana silindr. Silindr mana bunaqa kolonnaga o'xshab ishlatsanglar bo'ladi. O'zingizga kerakli joylarda ishlatasizlar. Lustraga boshqa, patologga boshqa, mebelli ichiga boshqa, o'zingizlar ko'raverasizlar, vaziyatga qarab ishlatsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Xuddi shunaqa, xudo xolisa, savolinglar bo'lsa, nimadir qiziqtirsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. O'zbekistonni baland marralarga ko'taramiz, xudo xolisa. Savolinglar bo'lsa, beminnat, xudo xolisa, qo'ldan kelgancha yordam beraman. Nimasiga tushunmayotgan bo'lsanglar, xudo xolisa, qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Manfaatli bo'lish uchun shu kontentni xudo xolisa mana 2025-yil oxiri dekabr 31-dekabr kuni ovaman, xudo xolisa. 11 soatdan keyin uje 26-yilga o'tib ketamiz. 25-yilga oxirgi video bo'ldi, xudo xolisa. Fikringlarni yozib qoldiringlar, qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, buni saqlanib qolishimiz uchun Ctrl S knopkasini bosamiz. Ctrl S. Saqlanib qiladigan joyimizga belgilab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, рабочий stolga birinchi ishim qilib saqlanib qilib qo'yamiz. Birinchi ishim. Save bor. Save'ni bitta bosamiz. Bo'ldi. Orada Ctrl S qilib turinglar. Nima sababdan svet o'chib qolishi bor. 3D Max o'zidan o'zi otib yoradigan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. O'shani hisobiga har ishlayotganda Ctrl S qilib turasizlar. Saqlanib bo'lmay qolgan taqdirda dokument bo'limiga o'tamiz. Bu secret, ko'pchilik aytmaydi sizlarga. Dokument bo'limiga o'tamiz. Dokument bo'limiga o'tsak 3ds Max o'zimiz ishlayotgan yilligi 3ds Max'ni ustiga 2 marta bosamiz. Auto back degan funksiya bor. Auto back'ga ustiga 2 ta bosamiz. Bo'ldi mana. Mana shu saqlanib qoldi. Bizni chizayotgan narsalar saqlanib qoldi. Orada o'zi saqlab qo'yadi. O'shani hisobiga shunaqa funksiyalar. Hammaga rahmat, ajratgan vaqtingizda rozi bo'linglar. Xudo xolis savollar bo'lsa bemalol yozursanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Shorts formatli videolarni bemalol kanalga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Qilgan ishlarimni ham shorts formatda xudo xolisa joylab boryapman. Telegram kanalda ishlash jarayonimda lavhalarni bemalol kuzatib borsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Qiziqtirgan savolinglar bo'lsa bemalol bersanglar bo'ladi. Instagram sahifa ham mavjud, xudo xolis. Hammaga rahmat.